Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan bugun gliserin uchun sifat reaksiyasini ko'ramiz. Bilamizki, gliserin uchun sifat reaksiyasi bu uning yangi tayyorlangan mis-2 gidroksid bilan ta'sirlashib, xilat hosil qilishi bo'ladi. Bunda o'ziga xos rang hosil bo'ladi. Endi yangi tayyorlangan mis-2 gidroksidni qanday tayyorlaymiz? Bizga misning birikmasi laboratoriyada topishimiz mumkin. Mis sulfatimiz bor. Unga ishqor qo'shib, biz yangi tayyorlangan mis-2 gidroksid olishimiz mumkin bo'ladi. Mis-2 gidroksid bilan gliserinni qo'shamiz va undan xilat hosil bo'ladi. Boshlash boshlaymiz. Demak, probirkaga birinchi keling mana mis-2 sulfat eritmasini qo'yamiz. Mis-2 gidrosulfatning rangini ko'ryapsizlar. Endi bunga ishqor qo'shamiz. Mana rangimiz o'zgardi. Demak, reaksiya ketdi. Demak, bizga mis-2 gidroksid hosil bo'ldi. Endi bu mis-2 gidroksidga nima qo'shamiz? Gliserin qo'shamiz. Rang o'zgarishini ko'ryapsizlar, mana rang o'zgaryapti. Demak, kimyoviy reaksiya haqiqatdan amalga oshdi. Bizda mana misning xilati hosil bo'ldi. Gliserin hosil qilgan xilat. Demak, bu nima uchun? Gliserin uchun sifat reaksiyasi ekan. Demak, bugun tajribamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat.